Islom dini azizlar yoshlar tarbiyasiga, ilmli, ma'rifatli bo'lishiga alohida e'tibor beradi. Bugungi kunda yurtimizda yoshlarni ta'lim olishliklari, ilmli bo'lishliklari, o'zlari uchun ham, o'sha yashab turgan yurti, vatani uchun ham bir foydali amallarni qiladigan, salohiyatli farzandlar bo'lishliklari uchun katta imkoniyatlar eshiklari ochilgan. Iqtidorli yoshlarimiz bugungi kunda dunyodagi sport sohasida bo'ladimi, ilm sohasida, ko'plab sohalarda juda ham bir hamma uchun quvonchli bo'lgan o'rinlarni ham egallab kelishyapti. Albatta bu hammamiz uchun ham quvonchli bir holat. Buni ko'rib quvonamiz. Ularni tarbiya qilgan murabbiylari uchun, ularni dunyoga kelishga sababchi bo'lgan ota-onalari uchun ham katta bir quvonch bo'lib hisoblanadi. Albatta bizlar jiddiy bir e'tibor beradigan tomonlari borki, yurtimizda katta bir yoshlarimizni ilm olishliklari uchun imkoniyatlar eshigi ochiq. Katta sharoitlar yaratib berilyapti. Alohida hatto mana yurtboshimizning o'zlari ham kechagina yoshlar bilan bo'lgan uchrashuvlarida katta bu narsaga imkoniyatlar eshigi ochilganligini, yoshlarimizni ta'lim tarbiyasiga, dunyoda mana shu yurtimizni obro'sini ko'taradigan, xalqini, yurtni farovonligi uchun hissa qo'shadigan, vatanni ravnaqini yanada ziyoda qilishlikka hissa qo'shadigan yoshlardan bo'lishliklari uchun juda ham katta bir imkoniyatlar eshigini ochib berdilar. Biz bu narsadan albatta bir oqilona foydalanishligimiz lozim bo'ladi. Yoshlarimizni, farzandlarimizni ilm olishliklarida ota-onalar zimmamizdagi mas'uliyatni albatta his qilishimiz lozim. Chunki yoshlar tarbiyasida, farzand tarbiyasidagi asosiy yana mas'uliyat ota-onaning zimmasiga yuklanadi. Chunki ota-onani o'sha zimmasidagi bu mas'uliyat bilan ota-ona o'zi ham xursand bo'ladi, farzandni demak go'zal bir axloqi bilan, ilmi bilan o'zi ham demak dunyoda bir o'zini saodatli bo'lib hisoblaydi. Albatta farzandlarimizni iqtidoriga qarab o'zining zamonasidagi ilmlarni ham o'rgatish lozim. Chunki ilmsiz millatni quvvati pasayadi. Bizlar uchun biz o'zimizga namuna deb hisoblaydigan o'tgan ulug' vatandosh ulamolarimiz o'z davrlarining har sohada peshqadami bo'lganlar. Biz ham yoshlarimizni zamonasining oldi yoshlari qilib tarbiyalashimiz zarur. Ularga boshqa tillarni o'rgatishni ham yo'lga qo'yish kerak. Zayd ibn Sobitdan rivoyat qilinadi. U zot shunday deydilarki, Rasululloh sallallohu alayhi va sallam menga Suryoniy tilini, ya'ni Yahudi tilini bilasanmi deb so'radilar deydi. Menga ulardan maktublar keladi dedilar payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam. Men yo'q degan edim, o'rgan deb buyurdilar. Men o'sha tilni 17 kunda o'rgandim dedilar. Yahudiylardan maktublar kelsa, uni o'qib berar. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam ularga maktub yubormoqchi bo'lsalar, men yozib jo'natar edim deb aytardilar. Shuningdek, demak bu yerda qarang, ilmni yoshligidan olishga ham targ'ib qilishimiz kerak. Abu Duovuddan rivoyat qilinadiki, u kishi aytadilar, Rasululloh sallallohu alayhi va sallam go'dayligida ilm olganning misoli toshga o'yilgan naqsh kabidir. Keksayganda ilm olganning misoli suvga yozilgan kabidir dedilar. Luqmon Hakim ham o'z o'g'illariga shunday deb nasihat qiladilarki, ey o'g'ilcham, ilmni yoshligingda talab qil. Albatta keksalikda ilm talab qilish qiyin bo'ladi. Ey o'g'ilcham, pandu nasihat telbaga og'ir kelganidek, qari kishiga ham dovondan oshib o'tish og'irlik qiladi dedilar. Demak, yoshlarni ilmga qiziqtirish mas'uliyati azizlar avvalo ota-onaning zimmasida bo'lar ekan, shu bilan birga biz ham ilm, ham farzandlarimizga kasb hunar ham o'rgatishimiz lozim. Chunki olgan ilmini yoshlar millat ravnaqi uchun sarf qilar ekan, o'rgangan kasbidan ham insonlarga foydasi tegadi. Ham o'zi uchun halol, pokiza rizq topadi. Birovga muhtoj bo'lmaydi. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam kishining yeydigan eng afzal taomi o'z kasbi hunari orqali topganidir dedilar. Albatta Allohning payg'ambari Davud alayhisalom
o'z qo'l mehnatidan taomlanardi dedilar payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam. Mana shulardan ko'rinib turibdiki, yoshlarni tarbiyasida ularni kasb hunarli bo'lishiga ham alohida bir e'tibor berish muhim vazifalardan bo'lib hisoblanar ekan. Azizlar, farzandlarimizni ko'zimizni quvonchi, qalbimizni sururi bo'lishini istaymiz. Buning uchun yoshlik chog'idan ularni iymonli, e'tiqodli, xalqiga, vataniga xizmat qiladigan komil inson bo'lib yetishishi uchun har bir ota-onalar o'zimiz mas'ul ekanimiz, bu mas'uliyatni his qilishimiz lozim bo'ladi. Alloh taolo siz bilan bizni hammalarimizga ham farzandlarimizni baxti saodatini ko'rishligini Alloh nasib etsin. Buning uchun har birimiz demak o'zimizning zimmamizdagi mas'uliyatimizni his qilib, farzandlarimizning ta'lim tarbiyasiga, ilm olishligiga albatta jiddiy e'tibor berishimiz lozim bo'ladi.